Assalomu alaykum barchaga. Shu hozircha hayot bir tanlovni qo'llashga majbur qilyapti. Birinchi tarafdan vatanga qaytib ish qilish, ikkinchi tarafdan shu Rossiyaga turib yanada ko'proq ishlash va pul ishlab baribir vatanga qaytish shu. Lekin qachon va qancha muhlab vatanga turish bilmayapman. Shuning uchun ko'p eshitganman-da, endi vatanga borganlar ko'p aytadiki, qaytma deydi. Mana deb pulim tugab qoldi deydi. Majburman deydi, qaytishim kerak deydi. Ko'p biron marta bo'lmaganda, shtobi vatanga borganlar zo'r mazza qildim, shu yerga ishlayapman. Shu tarafi bo'lmagan. Sizlarda qanday holat? Shuni menga tushuntiringlar iltimos. Shu agar sizlarga video yetib boradimi, yetib bormaydimi? Shu menga ham qiziq. Ko'p odamlar bitta ishlaydi, to'g'ri, Tojikistonga, O'zbekistonga boradi, vatanga qaytishadi. Reska pullarni sarflab yuborishadi. Ha, u tushunaman. Bir xil uy qiladi, bir xil to'y qiladi, bir xil mashina oladi, bir xil движение qiladi, biznes qiladi. Bir xil bankrot bo'ladi, bir xil qarzini to'laydi, bir xil yana kelayotgan paytdan bir xil qarz olib kelishadi. Shu menga qiziqdi. Shu qana qilib Tojikiston, O'zbekiston vatanimizga qolish. Sizlarga qanaqa tarixlar bor, tarixlarni yozib qo'ysanglar, iltimos, zo'r ish bilarda. Hammalar o'qidim. Yomon qiziq. Chunki ko'plar shu telefon qilsam bo'lmaydi deydi. Vatanga deydi, o'yinda yo'q deydi. Vatan qiyin bo'lyapti deydi. Vatan sharoiti qiyin deydi. Shuna ko'ngil qoladi-da, qanaydir. Lekin bir tarafdan ona vatan, ota-onang, xesh-tavaring bor, qarindoshlar, ularni sog'inasan. O'rganib ketadi o'g'lim. Lekin baribir bilaman, ko'p kishining maqsadi shu pul ishlab qaytib ketish. Lekin o'sha qaytib ketganlar ham qaytib kelishga majbur. Shularga qanday bo'lyapti? Qanday qilish kerak shu Tojikistonga, O'zbekistonga, vatanga qolish? Qanaqa rejalaringiz bor? Yana men eshitdim. Bir tarafdan qo'shilaman, shu o'zimizda vatanga qaytgandan keyin odamlar qanaydir dangasa bo'ladi. Bilmadim, nima sabab? Kam ishlagingiz kelmaydi. Bir tarafdan tushunarli, oylik kam. Shuni hech bilmadim. Assalomu alaykum.